Angren shahriga yetib kelganman akalar. Sotuvdagi furalarni chiqarishda davom etamiz. Orqamda turgan tigachlarning hammasi sotuvda. Undan tashqari, xuddi mana shular bilan bir xil ikkita tigach bor. U ham sotiladi, faqat ular hozir rest ekan. Endi ma'lumotlarni birma-bir aytib o'tib ketaman. 2011-yilda ishlab chiqarilgan hamma tigach yurgan masofasi 1 million oshiq kilometr masofani bosib o'tgan. 6 tali mexanika korobkada baklari 1300 litrli bak bilan jihozlangan. AdBlue sistemalari uzdirib qo'yilgan. Balonlarning holati deyarli yangidan holatda turibdi. Videoda nalajenida ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu tigachlarning hammasi bitta akamizga tegishli. Bundan tashqari 2013-yilda ishlab chiqarilgan DAF Euro 5 ham bor. Uni videosini alohida qilib joylab qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Profiliga o'tsangiz batafsil videosi bo'ladi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxini 29700 AQSh dollardan deb aytilyapti. Kelib ko'rib, xohlaganingiz yoqtirib tanlang. Tevasida kelishiladigan joylari bor. Telefon raqamlarini har doimgidek videoni past qismida yozib qoldiramiz. Bundan ham tashqari 5 ta komplekt Mercedes Actors Euro 6 ham sotuvga qo'yilyapti. Hammasi bitta akamizga tegishli. Ularning ham videosini alohida qilib profilga joylaymiz. Xo'p, qiziqqan bo'lsangiz egalariga telefon qiling, batafsil ma'lumotlarni olasiz. Manzil Angren shahrida turibdi. Videoga like bosib, mana shunaqa DAF Euro 5 qidiruvga fura ishlanishlarga jo'natib qo'yish ham esdan chiqmasa. Hammaga rahmat.